ilgari Uyg'ur elida vazif o'tab, hozir Yevropada panohlik tilagan bir Xitoy saqchisi Amerikaning CNN televiziyasi kanalida Uyg'urlarga qartilgan dahshatlik qiyin qistoqlarni oshkorlagan. Bexatarlik tufaylidan to'liq ismi va boshqa uchurlarini oshkorlamagan Jang familiyalik bu Xitoy saqchining aytishicha, u 2015-yili hukumatning Şinjandagi ommaviy bexatarlik ishlariga kuch chiqarish, davlatning terrorlikka qarshi turish kurashiga qatnashish chaqiriqiga ovoz qo'shib, yuqori maosh va farovonlik kapolati bilan Uyg'ur eliga kelgan ekan. CNNning Yevropada o'tkazgan 3 soatlik ziyoratida Jang o'zi qatnashgan va shahid bo'lgan bu rayondagi Uyg'urlarni qora qo'yuq kollektiv tutqun qilish, tutib turish lagerlaridagi Uyg'urlarga qaratilgan sistemalik qiyin qistoq, bosqinchilik, kamsitish va xo'rlash qilmishlariga doir az uchraydigan inchki tafsilotlarni oshkorlagan. Jang oshkorlagan tafsilotlar Uyg'ur va qozoq lager shahidlarining guvohliklari bilan aynan bo'lib, u qiynash turlarining kishilarni metal yoki yog'och yo'lvos o'rindiqqa kishanlash, to'risqa esish, jinsiy zo'ravonlik, tok so'qish, suvda bo'g'ish qatorliq usullarni o'z ichiga olganligi, tutqunlarni doim necha kunlab uxlatmaydiganligi, yemaklik va suv berilmaydiganligini aytgan. Jangning aytishicha, u o'zi terrorlik chetishlik deb tutqun qilish qatnashgan yuzlagan mahbusning hech biri hech qanday jinoyat sodir qilmagan odatdagi avom xalq ekan. Saqchilar ularni tizlanib, atalmış jinoyatini iqror qilguncha qiyin qistoqqa oladi ekan. U har bir saqchining o'xshamagan usullarni qo'llanganligi, hatto ba'zilarining temir kaltak yoki qulupluq temir zanjir ishiltirganligi, saqchilarning tutqunlarning yuziga dastlab turib, iqror qilishni talab qilganligini bildirgan. Jang hozirga qadar Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qatnashib, uning ishki ahvolini oshkorlagan tunji Xitoy saqchisidir. Uning aytishicha, Uyg'ur elida 1 yil ichida 900 ming Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarning tutqun qilinganligini hamma saqchi bildigan o'rtaq uchur ekan. U kashlik harakatda tutqun qilingan kishilarning tizimligi berilganligi, bu normani o'rinlash buyruqining bir qismi ekanligi, bularning hammasining planlangan va sistemlashtirib bo'linganligini, saqchilarning midirlaganlarni etib etish huquqi borligini bildirgan. Jangning aytishicha, bu ishlar uningga vijdon azobi paydo qilgan. U hozir o'zini gunohkor hisoblaydiganligi, bundaq ahvolning qayta yuz bermasligini umid qildiganligi, bu kishilarning qiyin bo'lsa-mu o'zini kechirishini umid qildiganligini bildirib, siz faqat askar bo'lsangizmi, yuz bergan ishlarga yanala mas'ul bo'lasiz. Siz buyruqni ijro qilishingiz kerak. Ammo nurg'un kishilar bu ishni birlikda qildi. Biz buningga mas'ul degan.